вдохновение, ilhom, yaxshi kayfiyat, mazza qilish, shukr qilish, mana shu narsalar ko'payib ketdi. Chunki chiroyli joylarni ko'ryapman, chiroyli joylarda yuryapman. O'sha menga kam narsa kerak ekan. Просто menga chiroyli joy, yangi joylarni ko'rib вдохновиться qilishim kerak ekan. Mana bunaqa joylarga o'xshab. Можно просто сесть и сфоткаться. Да, можно просто сесть и сфоткаться. Хотя masalan nimadir olmayapman, хотя ogim kelib ketyapti rosa ham. Nasib qilsa olib, umuman mana shu videomni обязательно qo'yaman-da Instagramga, Reels'ga. Bir kun umuman o'ylamasdan kartamni shu qilib qolgan narsamni olib yuraman. Xudo xolasa nasib qilib qoladi. Mana shunaqa joylarga bemalol kelib, mashinasiga yuraman.